Astoydil qilingan niyat Albatta amalga oshadi. Bugun qo'limizda bilet, O'zbekiston tomon yo'l oldik. Ertaga otajonimizning tug'ilgan kunlari va ukamiz bilan birga kichik bir sovg'a tayinladik. O'zimiz uchun borishimiz ular uchun kutilmagan sovg'a bo'ladi. Lekin yoshligimizdan bitta niyatimiz bo'lardi, bir marta amalga oshirganmiz. Bu safar ikkinchisi. Inshaalloh ularni oz bo'lsa-da xursand qila olamiz degan umiddamiz. Chunki ota-onamizga qancha qilsa ham kam. Oz qoldi. Mayli. Uchamiz. Ketdik. Bizani ko'rib, naverna ko'z yosh oqadi. Chunki o'zi O'zbekistondan qaytganimizga hali hech qancha bo'lmadi, endi boryapmiz. Qizlarim keladi deb kutishmayapti. Endi uchamiz, точно uchamiz. 7 soatdan keyin Toshkentda bo'lamiz. Yuzimiz yaltirashini qaranglar. Filtr yo'q. Братик наш. Знает, как радует сестер, да? Havo zo'rmas. Вообще hozir g'alati qilib qo'ydilaring meni. Sekin. Rahmat. Juda ham qattiq yosh ko'ramiz.